Bismillah. Trenddagi shirinliklarni yeb ko'rib video joylash trendga chiqdi, lekin ular sotib olib ishlayapti. Men o'zim esa o'z qo'llarim bilan tayyorlab ko'rdim va endi yeb ko'ramiz. Bismillah. Bismillah. Oralarni qaranglar. Bismillah. Bismillah. Bunaqa mazalisini hech qaysi restoranda ham yemaganman. Esa tayyorgarlikni boshlab yubordim. Bu yog'iga issiq taomlar hamda salatlar retsepti ko'proq bo'ladi. Baton nonlarni ustga bo'ktiramiz, qiymamiz ustidan gazli bir piyola suvni quyamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, to'g'ralgan kashnuch va ziravorlarni solamiz. 10 daqiqa ustga bo'kkan batonni ustlarini siqib chiqaramiz va qiymamizga qo'shamiz. 5 daqiqa davomida qiymamizga yaxshilab ishlov beramiz, ya'ni aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan qiymani maxsus qopchaga solamiz va ko'rsatilgandek qilib siqib chiqazamiz, kesamiz. Aytgancha bu taom 20 daqiqada tayyor bo'ladi. Siqib chiqarib bo'lgach, ustini sal bosib qo'yamiz. Sovaga yog' solamiz, juda ham qizdirmasdan qovurishni boshlaymiz. Har tarafini 2 daqiqadan jami 4 daqiqa davomida qovurib olamiz. Iftorlik dasturxonda yengilgina salatga nima deysizlar? Rukla, qizil bolgarskiy zaytun yog'i, balzamический ukusini solib aralashtiramiz. Salat ta'mi o'zgacha bo'lishi uchun albatta labne kerak bo'ladi. Salat ustiga joylaymiz. Qo'rma shashlik uchun garnirga men kartoshkadan foydalandim. Xohlasanglar guruch qilsanglar ham bo'ladi. Salat ustidan kedar yong'og'ini sepdim. Sochni, mo'shni retsept tayyor. Resept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilib yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Ramazonda iftorlikka va saharliklarga somsadan ham zo'r ketadigan piyozli qatlama retsepti. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Un, droji, tuz, suv solamiz va xamir qoramiz. Xamir oson yoyilishi uchun tindirishga olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun tovaga yog' solib, piyozimizga tuz sepib, o'lgunicha qovurib olamiz. Piyozni tovadan ko'tarib issiq paytda ko'k piyozni solamiz. Tingan xamirimizni o'qlov yordamida yupqa qilib, katta qilib yoyib olamiz. Patir mazali bo'lishi uchun xona haroratida yumshab turgan anchor sariyolaridan surtamiz. Ustidan piyozli nachinkamizni yoyib, ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Piyoz hamda ko'k piyoz qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik mazali bo'ladi. Xamirni o'qlovdan ajratamiz, ko'rsatilgandek qilib tortib o'raymiz va paketga solib 2 soatga xolodilnikka yuboramiz. Biroz qotib olsa, kesish ham yoyish ham oson bo'ladi. Kesib olgan xamirni 2 pergament o'rtasiga qo'yib, chiroyli qilib yoyib olamiz. Ustiga tuxum sarig'i surib, pechda pishirib olamiz. Qarsillab patirlarimiz tayyor. Resept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilishni unutmang. Xamir qormasdan, xamir yoymasdan iftorlikka tez tayyor bo'ladigan go'zlama retseptiga nima deysiz? Videoga like bosib, retseptni saqlab olishni unutmang. Tovaga o'simlik yog'i solib, madroq to'g'ralgan piyozni kuydirmasdan pishirib olamiz. Ramazonda ayni kerak vitaminga boy bo'lgan ismaloqni to'g'rab, tuz sepib, 1-2 aylantirib, olovni o'chiramiz. Endi xamirni tayyorlaymiz. Idishga tuz, suv, o'simlik yog'ini quyib aralashtirib, ustidan elangan unni solib aralashtirishda davom etamiz. Qattiq qizib ketmagan bilinchik tovasiga quyib, ko'rsatilgandek qilib bir tarafini pishirib aylantiramiz. Xamir yarmigacha ismaloqli massamizni solib tekislab, ustini yopamiz. Chetlarini lopata yordamida bosamiz va aylantirib sariyog' suramiz. Shu tariqa har ikkala tarafiga sariyog' surib qizartirib olamiz. Iftorlikka yarim soat vaqtinglar qolgan bo'lsa ham albatta ulgurasizlar. Mazali go'zlama retsepti tayyor. Resept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilib, Ramazonda yaqinlarga tayyorlab beringlar. Kirib kelgan Ramazon oila muborak bo'lsa, muslimalarim. Ramazonda zo'r retseptni joylashni xohlasanglar, videoga bitta like. Tovaga o'simlik yog'i quyib, piyoz, ketidan tovuq go'shti, tabga ko'ra tuz, murch sepib chiroyli qilib qovuramiz. Ustidan mayda to'g'ralgan champinyonni solib, suv tortilguncha qovuramiz. Julienni mazasi unga qo'shilgan slivkaga bog'liq. Yugurib Sirni lavka do'koniga bordim. Sirni lavka do'koniga ortiqcha izohga hojat yo'q, hammasi svejiy. Yetgancha Minskaya marka slivkasini ishlatib ko'rganmisizlar? Ta'mi juda ham zo'r. Siroplari shakarsiz, hattoki dieta patesiyalar ham bo'ladi. 20% isi sous uchun, 33% esa krem uchun juda ham zo'r bo'ladi. Slivkani oldim-u, yetilib tayyor bo'lib pishgan massam ustiga quyib oldim. Julien massasi tayyor. 500 grammlik tayyor xamirni olib 8 bo'lakka bo'lasiz. Yoyasiz va o'rtasidan 2 ga bo'lasiz. Shunda 500 grammlik xamirdan 16 dona julien somsa chiqadi. Julien uchun maxsus qoliplar bo'lmasa, folgadan yasab olsanglar ham bo'ladi. Tuxum sarig'ini surib, ustiga kunjutni sepib, pishirish uchun pechga yuboramiz. Tayyor savatchalarimizga julien qiymasidan solamiz va ustiga eriydigan sirni joylab pechga yuboramiz. Xohishga ko'ra bezak beramiz. Mazali somsa tayyor. Resept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilishni unutmang. Olmali nachinkali shirinliklarda olma nachinkasi qorayib ketmasligi uchun oddiy limon suvini siqib qo'yish kerakligini bilarmidingiz? Bu safargi shirinlik nachinkasi uchun to'g'ralgan olma, shakar, suv, limon suvi
past olovda pishgunicha qo'yamiz. Ta'bga ko'ra koritsa solamiz, manda madalangani qolmadi. Xamir uchun elangan unni idishga solib, unni muzdekina saryog'ini qirg'ichdan chiqaramiz va un bilan urpolab olamiz. Shakar yoki shakar upasi solamiz va ustidan suv yokida qatiq quyib, xamir qoramiz. Tayyor xamirimizni 2 bo'lakka bo'lamiz va bir xil razmerda yoyib olamiz. Dumaloq bo'lishi uchun qozon qopqog'i yordamida kesib oldim. Xamir o'rtasini teshib, chetlarini kesib, ko'rsatilgandek qilib shakl berib oldim. Xamirni listga joylab, olmali nachinkamizdan tekis qilib yoyib oldim. Ustidan ikkinchi naqshli xamirimizni joylab, chetlarini ko'rsatilgandek qilib yopishtirib bosib olamiz. Ustiga tuxum sursanglar ham bo'ladi, ammo hech narsa surmasdan qizigan duxovkaga pishirish uchun yubordim. Ahamiyat beringlar, pishganda ham olma ranglari o'zgarib ketmagan. Mazali shirinlik tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilib, ustiga shakar upasi sepishni unutmang. Madinada iftorlik dasturxoni. Ko'pchiligimizga shohona dasturxon yoqadi va biz bunday videolarga layk bosishga odatlanganmiz. Kamtarona oddiygina bo'lsa-da Ramazon oyida hammamizga Madinaga kelib iftorlik qilish nasib qilsin. Bugun uydagilar hammasi umra qilish uchun Makkaga jo'nab ketishgan, Shomga esa uyga qaytishar ekan. Shu uchun iftorlikka harakatni boshlab yubordim. Mazali bo'lgani uchun chiqbumi tovuq mahsulotlarini Madinagacha olib keldim. Juda ham tez tayyor bo'ladi, halol, mazasi esa hammaga birdek yoqadi. Qozonga o'simlik yog'i quyib, biroz qizigach, tovuq oyoqchalarini soldim va ikkala tarafini qizartirib qovurib oldim. Shunaqa xrustashi qasildoq bo'ladi, mazasi og'zingizda qoladi. Undan tashqari iftorlik uchun blinchik, Sezar salati va qaynona onajonim uchun 4-5 soat sho'rvani milqillatib, qaynatib solib qo'ydim. Hammamizga shunaqa Madina shahrida iftorlik va saharliklar qilish nasib qilsin.